Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz bu rahit kasalligi haqida bo'ladi. Rahit kasalligini tushunishimiz uchun birinchi rahitda kelib chiqishi, nima asosida kelib chiqishini tushunib olishimiz kerak. Rahit kasalligi bu organizmda kalsiy va fosfor almashinuvini buzilishi hisobiga kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Organizmda kalsiy va fosfor almashinuvi buzilishi hisobiga bularning miqdori yetmagandan keyin suyaktagi hamda muskullardagi o'zgarishlar hisobiga rahitda ma'lum bir klinik belgilari yuzaga chiqishni boshlaydi. Organizmimizda kalsiy va fosfor almashinuvini boshqaradigan vitamin D hisoblanadi. Vitamin D ni organizmda qiladigan eng katta ishi bu ingichka ichakda organizmga tushgan kalsiyni so'rilishi hamda ularni buyraklar orqali yuvilib ketishini oldini olib turadigan vitamin hisoblanadi. Vitamin D bizga organizmga qatdan tushadi. 80% bola organizmiga vitamin D ochiq havoda mana shu quyosh nurlaridan, ultrabinafsha nurlari ta'siri ostida terini yuzasidan, ya'ni epidermis qavatidan 80% sintez bo'ladi. 20% noaktiv formada, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlari bilan tushadi. Demak, kasallikning kelib chiqishi ko'pincha bu o'sha modda almashinuvini buzilishi yoki bo'lmasa yilning vaqtiga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Qaysi hollarda rahit kasalligi, qanaqangi bolalarda ko'proq uchraydi rahit kasalligi? O'zi bugungi kunda homiladorlikdan 39-40 haftada tug'ilgan chaqaloqlarning 45-55% da rahit kasalligi yuzaga keladi. Muddatiga yetmasdan tug'ilgan, masalan, erta tug'ilib qolgan bolajonlarning orasida rahit kasalligi 80% gacha namoyon bo'ladi. Demak, rahit kasalligining birinchi klinik belgilari bolamiz 1 oyga to'lgandan boshlab yuzaga kelishni boshlaydi. Agar onalarimiz e'tibor berib farzandlarini kuzatishsa, bolada rahit kasalligining birinchi klinik belgisi bu bola emganda ko'p terlashi, ayniqsa burunning ustilari, lablarning tepasi, peshona sohalaridan bola ko'p terlashi, bolani boshini orqa tomonidan sochlarini to'kilishi, bolani ko'tarib o'rniga qaraganda boshidan o'sha to'kilgan sochlarini onalar ko'p kuzatishadi. Borib bolani peshonalarini turtib oldinga chiqib ketishi, boshini orqa tomonini yassilanib borishi bilan namoyon bo'ladi. Bola katta bo'lgan sari, demak, kasallikni ko'rinishlari ham o'zgara boshlaydi. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarning ichida agar biz rahit kasalligini o'z vaqtida davolamasak yoki profilaktika ishlari bilan shug'ullanmasak, demak 3 yoshgacha bo'lgan bolalarni ko'krak qafasidagi girdobsimon yoki bo'lmasam kilsimon deformatsiyalari, oyoqdagi X-simon, O-simon deformatsiyalar, mushaklarning juda ham bo'shashib ketishlari kabi holatlarni kuzatishimiz mumkin. Demak, kasallikni eng birinchi biz qiladigan ishimiz kasallikni oldini olish bilan shug'ullanishimiz kerak. Bu har doim maqbul metod hisoblanadi. Bu juda ham oson narsa. Bola tug'ilgandan keyin bolani ko'proq quyoshga olib chiqish, ya'ni ochiq havoga sayr qilish uchun kunning ertalabki vaqtlarida, O'zbekiston sharoitida 8 dan 10 gacha bolani olib chiqishimiz kerak. Nima uchun? Boya aytdik, vitamin D organizmda 80% epidermis qavatida sintez bo'ladi va bunga albatta ultrabinafsha nurlari kerak. Shuning uchun birinchi rahit profilaktikasi bu bolani eng oddiy narsa ochiq havoga, ya'ni sayr qilishga olib chiqish. Ikkinchi narsa onani to'laqonli ovqatlanishi, chunki onani yeyotgan ovqati ham sut orqali shu bolaga ta'sir qilishini hammamiz bilamiz. Shuning uchun onamizni o'zini kun tartibiga rioya etishi, yetarli miqdorda oqsillarga boy bo'lgan, ya'ni tarkibida vitamin D yuqori bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini bilan ovqatlanishi. Yana hozir shu yerda bitta narsani aytib o'tib ketish kerak. Hozir sal orqaga qaytaman gapimni. Rahit kasalligini yana kelib chiqishiga sababchi bo'ladigan faktorlardan bittasi albatta bu onalarning yoshi hisoblanadi. 18 yoshgacha bo'lgan tug'ilgan ayollarda ham juda ham farzandlarida rahit kuzatilishi erta va kuchli namoyon bo'ladi, yoki bo'lmasam 40 yoshdan keyin tug'ilgan onalardan tug'ilgan farzandlarda ham rahit kasalligini kelib chiqish, yuzaga kelishi foizi yuqori bo'ladi. Bundan tashqari yana bolani o'zidagi turli xildagi kasalliklar ham sababchi bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa oshqozon-ichak traktida patologiyasi bilan tug'ilgan bolalarda, yurak-qon tomir sistemasining patologiyasi bilan tug'ilgan bolalarda, ya'ni tug'ilganda ma'lum bir kasalliklar bilan tug'ilgan bolalarda rahit kasalligini
yuzaga kelish ehtimoli yuqori bo'ladi. Demak, qiladigan ishlarimizni birinchisi profilaktikaga qaratilgan. Profilaktikaga qaratilgan narsa bu birinchisi o'sha bolani sayr qilishga olib chiqish, bolani tez-tez cho'miltirish. Undan tashqari bola 1 oylik bo'lgan, o'sha roddomdan chiqqandan keyin onaga pediatrlar tomonidan, ya'ni oilaviy shifokorlar tomonidan to'g'ri maslahatlar berish, ya'ni bu kun tartibiga rioya qilishni o'rgatish, bolani to'g'ri ovqatlanishni o'rgatish, onani o'ziga kun tartibiga rioya qilishni o'rgatishdan tashqari, endi bolamiz 1 yoshga yetgandan keyin profilaktika maqsadida vitamin D ni berib borish. Profilaktika maqsadida biz 500 xalqaro единица birlik, xalqaro birlik miqdorida vitamin D beramiz. Kasallik endi birinchi klinik belgilari namoyon bo'lgandan keyin buni miqdori oshib boradi. Ya'ni 2000 xalqaro birlikdan 5000 xalqaro birlikgacha borishi mumkin. Bu narsani berishda o'zimizdan o'zimiz berib yubormaymiz. Bu hamma pediatrlarga ham, ota-onalarga ham tavsiya. O'zingizlarcha dorini miqdorini belgilamanglar hech qachon. Buning uchun ma'lum bir laborator tekshiruvlardan bolani o'tkazish kerak bo'ladi. Albatta, birinchi bo'lib peshobdagi o'zgarishlarni inobatga olishimiz kerak, qondagi o'zgarishlarni inobatga olishimiz kerak. Agar rahit kasalligi avj olib rivojlanayotgan, ya'ni klinik namoyon ko'rinishlari avjiga olib yuzaga chiqayotgan paytda albatta qonda vitamin D uchi miqdorini ko'rishimiz kerak. Normada biz 30 dan 100 gacha norma deb olamiz. Bizning praktikamizda shunaqa bolalar bor, vitamin D ga qon topshirganimizda 2 birlikni ko'rsatgan ko'rsatkichlar ham bor. Yoki bo'lmasam, o'sha palapartish vitamin D uchi berilishi hisobidan bolalarimizda gipervitaminoz bo'lib ketadi. Ya'ni vitamin D uch haddan ziyod qonda ko'payib ketadi. Показатель 120 dan yuqoriga chiqib ketadi. Bu esa bolani jigariga nojo'ya ta'sir etib, bolada boshqa kasalliklarni yuzaga keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun albatta chaqaloq 1 oylik bo'lganda pediatr ko'rigiga kelish kerak va pediatr maslahati bilan bu kasallikni profilaktikasi bilan shug'ullanish kerak. Agar o'sha 1 oylik bo'lgan bolada agar kasallik belgilari namoyon bo'lgan bo'lsa, unda pediatr bilan maslahat qilib, vitamin D ni dozasini kerakli tartibda, kerakli miqdorda berishni belgilashimiz zarur. Bundan tashqari, yana qaytarib aytaman, bolani ochiq havoga olib chiqish, bolaga yengil massaj kurslarini olish, uni to'laqonli ovqatlantirish, to'g'ri kun tartibini tashkil etish rahit kasalligini ham profilaktikasida ham davolashda juda ham muhim ahamiyatga ega.